Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Psixotrop dorilarni sotishga uringan shaxs qo'lga olindi. Fohishalikka yuborilayotgan ayol-qizlar aeroportda to'xtatildi. Qora dori 2025 tadbirlari natijasi. Soxta yerfurushlardan ehtiyot bo'ling. Farg'ona viloyatida yashovchi fuqaro Mingbuloq tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda Andijon viloyatida yashovchi shaxs kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari savdosi bilan shug'ullanayotgani haqida ma'lumot bergan va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur ariza asosida shu yil 19-iyun kuni Mingbuloq tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi va viloyat davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida Mingbuloq tuman Ingichka mahallasi hududidan o'tgan Jamashoy Baliqchi Andijon yo'lida joylashgan muzqaymoqxona yaqinida arizada nomi keltirilgan shaxs shartli xaridorga 468 dona Tropikamid nomli psixotrop dori vositasini 4100 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ushlandi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasida tekshirish uchun taqdim etilgan 468 dona yelim flakon idishlar har bir flakonida 0,1 gram Tropikamid moddasi mavjud bo'lib, umumiy og'irligi 4608 grammni tashkil etishi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Mingbuloq tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 prim 1-moddasining 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumondor shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Albatta, bu kabi jinoyatlardan hamisha ogoh, hushyor bo'lish kerak. Bunday tezkor tadbirlar aynan fuqarolar xavfsizligi va sog'lig'ini ta'minlashga qaratilgan. Shu bois ham barchani qonunga rioya qilishga, jamiyatga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlardan uzoq bo'lishga, har qanday shubhali holat to'g'risida tezda tegishli organlarga xabar berishga chaqiramiz. Namangan tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati va davlat xavfsizlik xizmati Namangan tuman bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida odam savdosi bilan shug'ullangan shaxs qo'lga olindi. Chust tumanida yashovchi ayol yosh qizlar va turmushdan ajrashgan ayollarni Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahriga fohishalik bilan shug'ullanish uchun jalb etib, ularni xorijga chiqarish maqsadida ish olib borayotgani haqida tezkor ma'lumot olingan. Ma'lumot asosida Toshkent xalqaro aeroportida o'tkazilgan tezkor tadbirda o'zini Bonu deb tanishtirgan 2002-yilda tug'ilgan ayol shartli ishtirokchini Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahriga fohishalik bilan shug'ullanish uchun olib ketayotgan vaqtida ushlandi. Tekshiruv davomida ayolning sumkasidan 2 nafar shaxsga tegishli xorijga chiqish pasportlari va Toshkent Sharja yo'nalishiga rasmiylashtirilgan aviachiptalar aniqlandi hamda ashyoviy dalil sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Namangan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi K bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda xorijga chiqish istagida bo'lgan xotin-qizlarni ogohlantiramiz. Xorijga ish yoki dam olish maqsadida chiqishdan oldin ishonchli manbalardan ma'lumot oling. Hech qachon shaxsiy hujjatlaringizni begona shaxslarga bermang va shubhali holatlar kuzatilganda darhol huquq-tartibot organlariga murojaat qiling. O'zingiz va yaqinlaringizni odam savdosi qurboniga aylanishdan asrang. Namangan shahrida o'tkazilgan Qoradori 2025 tezkor tadbiri doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan giyohvandlik vositasini yashirib saqlash holati aniqlandi. Joriy yilning 2-iyun kuni soat 17:20 olingan tezkor ma'lumotga asosan Yangi Namangan tumanida yashovchi fuqaroning xonadoni ko'zdan kechirildi. Xonadonning mehmonxona qismidagi deraza parda ilgichida giyohvandlik vositasiga o'xshash noto'g'ri geometrik shakldagi o'tkir hidli plastilinsimon modda yashirib qo'yilgani aniqlandi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi
boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi xulosasiga ko'ra, mazkur modda gashish giyohvandlik vositasi bo'lib, sof og'irligi 95,4 grammni tashkil etgan. Mazkur holat yuzasidan Yangi Namangan tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25/273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumon qilinuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hurmatli fuqarolar, giyohvandlik jamiyat uchun eng og'ir illatlardan biri. Shu bois har biringizdan hushyor bo'lishni, shubhali holatlar haqida ichki ishlar organlariga murojaat qilishni so'rab qolamiz. Birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan o'zimiz va yaqinlarimizni ajal og'usidan asraylik. Chust tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan fuqaro o'zganing mulki va mulkiy huquqlarini aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritish maqsadida o'zining jinoiy sherigi bilan kelishgan holda fuqaroning ishonchiga kirib, tumanda joylashgan 0,40 gektar yer maydonini 15.800 AQSh dollariga sotishni va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berishni va'da qilgan. Ushbu ma'lumotlar asosida o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi tadbir ishtirokchisidan 10.000 AQSh dollarini qabul qilib olayotgan vaqtida, shuningdek, jinoiy sherigi esa 600 AQSh dollarini olish jarayonida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, gumonlanuvchilarning qo'llaridan hamda pullardan olingan namunalar maxsus kukun izlariga mos kelganligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yil 14-maydagi kursiga ko'ra 15.800 AQSh dollari 203.662.000 so'mni tashkil qiladi. Mazkur holat yuzasidan Chust tuman Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25/168-modda 4-qismi A bandi hamda 28/211-modda 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, o'zingizni firibgarlar aldoviga tushib qolishdan asrang. Yer va mulk bilan bog'liq har qanday bitimlarni faqat qonuniy yo'llar orqali amalga oshiring hamda shubhali shaxslardan uzoq bo'ling. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab-avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.